Tepishmoqliq cho'chaklardan qizning chorasi. Burun bir padişah bo'lgan ekan. U padişah vazirlarini sinab beqish uchun pat-pat har xil choralarni qo'llanib, biror ishni qildirib boqdi ekan. Chunki padişah vazirlarining aqlliq, tadbirlik, mahoratlik bo'lishini to'limi orzu qiladi ekan. Biroq vazirlar doim padişahning degan yerdan chiqolmaydi ekan. Ishlarni ya undaq, ya mundaq buzib qo'yib, padişahning g'azabiga qoladi ekan. Buningdan padişahning ko'ngli to'lim yerim ekan. Shunday qilib kunlar o'taveribdi. Umr os-ostin ketaveribdi. Padişahmu qiyirishga boshlabdi. Padişahning o'g'li cho'ng'iyib, padişahlik taxtiga o'ltirdigan vaqti bo'lib qopdi. Padişah o'g'li taxtga o'ltirgandan keyin vazirlar to'g'ri maslahat va tadbir ko'rsatib berolmay, taxtni vayron qilib etishdan to'lim ansiraydi ekan. Bularni o'ylasa, bakmi besh qatadi ekan. Kunlar o'tibdi, oylarmi o'tibdi. Padişah yana vazirlarni sinab boqmoqchi bo'lib, bir vazirga: "Sana bir vazifa bor. Adilikka sen 2000 to'yoq qo'yni bozorga olib borib setib, kechda sotgan pul bilan qo'ylarni qaytarib kelasan. Esingda bo'lsinki, qo'ydan birmi kam bo'lmasin." Vazir noilash ma'qul bo'pti. Lekin ko'nglida qo'yni sotsam 2000 to'yoq qo'yni saq topshirish mumkin emas. Agar 2000 to'yoq qo'yni saq yondirib kelsam, qo'y sotgan pul yo'q bo'ladi deb toz besh qetibdi. Biror muvofiq chora topolmay kangirabdi. Uyiga go'yo uzoq yil kasal tortgan kishidek so'lg'ini qaytib kelibdi. Beshi aylangandek bo'lib dum tushib yetibdi. Xeyli uzoqcha indamabdi. Dadisining bir qismi bo'lib qolganligini ko'rgan qizi dadisidan ahvol so'rabdi. "Dada, nima bo'ldilar? Tavlari yo'qmi? Boshlarga biror mushkilat keldimi?" Vazir asratlangan holda padişahning bergan farmonini qiziga bir-birlab deb beribdi. Qizi dadisining gapini anglagandan keyin birdam o'ylanib, orqadan dadisiga bir chora ko'rsatibdi. Vazir padişahning buyrug'ini qizining ko'rsatgan chorasi bo'yicha o'rinlab, padişahning oldiga kelibdi. Padişah vazirning vazifasini o'rinlaganligiga barakalla aytibdi. Ammo bu ishlarni o'z qilganligiga ishonmabdi. Ko'nglida cho'qim birsi aql ko'rsatdi deb o'ylabdi. Vazirdan kimning aql ko'rsatganligini so'rabdi. Vazir qizning aql ko'rsatganligini rostchilik bilan deb beribdi. Padişah vazirning qiziga barakalla aytibdi. Ko'nglida bu qizni o'g'liga elib berishni loyiq ko'ribdi. Qani, qizning dadisiga qanday aql ko'rsatganligini kim aytib beralaydi? Tepishmoqliq cho'chikimizning javobi bo'lsa, vazir qizining ko'rsatgan aqli bo'yicha qo'ylarni bozorga olib borib qirqib, yo'nginali sotgan. Kashqurun u qo'ylarni qaytarib kelgan va yo'ng sotgan pulni padishahga topshirgan.